Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 1-ayning 7-kuni Angliya parlamenti Torda moda kiyim-kechak setish bilan dong chiqargan Shein shirkatining advokatini chaqirib, bu shirkatning Uyg'ur majburiy amki bilan chetishliq Xitoy paxtalarini ishlatmaganligini so'ragan. Ammo u advokat bu savolga javob berishni rad qilib, Angliya parlament a'zolarining g'azabini qo'zg'agan. Angliya taratqullaridan BBC, muhofizatchi qatorliqlarning bu haqda bergan xabariga qaraganda, Angliya parlamenti tijorat va tashqi savdo komiteti a'zolari 7 yanvar kuni Shein shirkatining Yevropadagi bosh shtabining advokati Joyinandan Shein kiyim-kechaklarining Xitoydagi majburiy emgakdan kelgan paxtalarni ishlatish masalasini so'raganda, Joyinan mol manbasiga munosabatli masalaga javob berilmaydiganligini aytgan. Parlament a'zolari uni xubsallik qildi deb qattiq ayblagan. Angliya parlament a'zosi Charlie Maynard bu haqda mundaq degan. Siyosatchilar Joyinandan Sheinning mollari Xitoy paxtasini ishlatamdi deb shuncha oddiy bir savolni so'rgan bo'lsa-mu, u bizga udul naq javobni bermadi. Bilib turib bilmasga soldi. Quruq gap qildi. Hurmatsizlik qildi. Javob berishdan o'zini qochirdi. Xubsallik bilan gap yo'rg'alatdi. Xabarda deyilishicha, Joyinan aslida Uyg'urlarni majburiy emgak silish eng og'ir bo'lgan rayonda ishlab chiqarilgan Uyg'ur paxtasi haqidagi bir materialni topshirib olgan ekan. U bu materialning faqat Angliyadagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish harakati tashkiloti tomonidan radlanganligini, Shein bilan biror aloqasi yo'qligini aytgan. U hatto Shein shirkatining Angliyaning paychek bozoriga kirishga haqli shirkat ekanligini, Angliyaning zamonaviy qulluqni cheklash nizomnomasiga xilof hech qanday qilmishning yo'qligini da'vo qilgan. Joyinan yana Angliya parlamentida qilgan so'zida Shein shirkatining majburiy emgak bilan chetishliq deb gumon qilingan har qanday shirkat bilan to'xtamlashmaganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo u mol ta'minlovchi 140 shirkatdan qaysilarining vatanimiz Sharq Turkistondan chiqqan paxtalarni cheklaganligini deb berolmagan. Vatanimizdagi majburiy emgak bilan chetishliq deb qarilib kelayotgan Shein shirkatining aslida Nyu-York paychek bozoriga kirishga uringan bo'lsa-mu, Amerikadagi siyosatchilarning qarshi turishi bilan amalsiz London paychek bozoriga kirishga majbur bo'lganligi ma'lum bo'lgan edi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Xitoyning eng chong texnik shirkatlaridan bo'lgan Tencent, ya'ni Tencent bilan Ningda Davri, ya'ni Ketilni Xitoy armiyasi bilan hamkorlashgan shirkatlar tizimiga kirgizgan. Undidorning bosh shirkati bo'lgan Tencent Xitoydagi eng chong uchur aloqa texnik shirkati hisoblanadi. Reuters agentligining 6 dekabrdagi xabarda aytilishicha, yuqorqi shirkatning qor tizimiga kirgizilishi Amerika bilan Xitoyning munosabatini taqim jiddiylashtirdi deb qaralgan. Amerikaning Tencentni cheklaydiganligi xabari chiqqan hamon bu shirkatning paycheki 7,3% tushib, bozor qiymatidan 35 milliard 200 million dollarni yo'qotgan. Xitoydagi eng chong batareya yasash shirkati bo'lgan Ningda Davrning paycheki 2,8% tushib, bozor qiymatidan 4 milliard 200 millionni yo'qotgan. Bu ikki shirkatning prezident Donald Trump vazifa topshirilishidan ilgari jazo tizimiga kirgizilishi zo'r diqqat qo'zg'ayotgan bo'lib, mazkur shirkatlar buning bir xatolik ekanligini, Amerikaning uni darhol tuzatish kerakligini, bo'lmasa ariz sundiganligini bildirishgan. Xabarda qayd qilinishicha, hozirgacha Amerika taraf Xitoy armiyasiga xizmat qilgan uchun cheklim qo'ygan Xitoy shirkatlari 134 ga yetgan. Bu shirkatlarning ko'pinchisi Xitoyning harbiy sanoat va texnik ishlarga chetilgan cho'ng shirkatlar bo'lib, Amerika ularga mablag' silishni cheklash orqali ularni jazolab kelgan. Gerçi bu qatim Tencent bilan Ningda Davri shirkatini cheklash darhol ijro qilinmaydigan bo'lsa-mu, ammo u shirkatlarning obrazi va innovati qattiq zarbaga uchirgan. Yuqorqi shirkat bilan savdo aloqasi bo'lgan Amerika shirkatlarimi buningdan keyin ular bilan aloqa qilishning xatarini his qilishgan. Navbatda Amerika Moliya ministrligimi yuqorqi shirkatga iqtisodiy jazo berish bismiga duch kelgan. Amerika prezidenti Donald Trump saylan mezgilida Xitoydan 60% tamojni beji oldiganligini e'lon qilgandan buyon Xitoy pulining qiymati tövallab 16 oydan buyongi eng tövan nuqtaga tushgan. Amerika pul muomala vaqti gazetining xabar qilishicha, Xitoy Xalq bankisi gerçi prezident Donald Trump vazifaga rasmiy o'tirishdan ilgari Xitoy pulining qiymatini muqimlashtirganligini jakarlagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy puli davomli paxallashmoqda ekan. Iqtisodshunoslarning analiziga qaraganda, Amerikaning Xitoy mollaridan yuqori tamojni beji ilishi Xitoy hukumatini xalq pulining qiymatini davomli tushirishga, shu orqali uning eksportga bo'lgan ta'sirini azaytishga majburlaydi ekan. 1-oyning beshida Xitoy pulining 1 dollarga teng keladigan qiymati 7,3 yuandan muhalqib ketgan bo'lib, Xitoy bankisining tövan o'sim bilan texim ko'p pul tarqitishi Xitoy pulining davomli paxallashishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Xabarda qayd qilinishicha,
Prezident Donald Trumpning Xitoyga ikkinchi qitimliq savdo jangi qo'zg'ash ehtimoli Xitoy pulining qiymatining tushishini tezlatgan. Xitoy hukumati Donald Trumpning yuqori tamojna beji besimiga taqobil turish uchun moli eksportidagi raqobat kuchini saqlab qolish uchun Xitoy pulining qiymatining tushishiga yo'l qo'ygan taqdirda Xitoy pulida muqimsizlik ko'rilib, xalqaro bozorda davolg'ish paydo bo'ldi ekan. Savdo tijorat sohasidagilar buningdan andish qilmoqda ekan. Xitoy puli duch kelayotgan bu besimga qarata kesak oltin davlatlar ittifoqi birlik harakat qilinib, xalqarada savdoda dollarga tayinib qilishni azaytmoqchi bo'lgan. Ammo dollar yana xalqaro savdoda yetakchi o'rinni saqlab qilayotgan bo'lib, tashqi savdoning yarmi degudek dollar bilan hisoblandi ekan. Donald Trump Xitoy qatorliq davlatlarning dollarning kursini tushirish uchun qilayotgan harakatlariga qattiq zarba berdiganligini chaqirilgan bo'lib, dollardan voz kechgan davlatlarga 100% tamojna beji qo'ydiganligi haqida ogohlantirish bergan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha ko'rishkish aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.